bir oylik taassurotlarni agar sizlarga aytib beradigan bo'lsam, birinchi o'zim uchun bilgan narsam bu qat'iy, misol xorijga chiqayotganda til bilib borish kerak ekan. Til albatta kerak ekan. Xorij tilida. Eng asosiy xulosangizda endi. Asosiy xulosa. Odam qiynab qo'yadigan narsa sizni hech kim tushunmasa, shu yomon qiynar ekan. Bu arxitekturalari, misol odamlarning yashash darajasi qiziqarli, bir 10 kunda qiziqib, hamma narsaga bir qarab bilan qarab maza qildim, lekin odamlar bilan gaplasha olmagan, ular ta'qqini his qilmagandan keyin maza qila olmay qoldim. 10 kundan keyin vatanni sog'inib qoldim, chunki hamma o'zbek zamon, bemalol hamma bilan bemalol gaplashaman. Shu muammo bo'ldi. Bundan tashqari boshqa agar o'zbek tilini bilmaydigan, faqat o'zbek tili bilan chegaralangan odamlar qayerga borishdan qat'iy nazar o'sha davlatni tilini yo ish bo'lmaganda rus tili yoki ingliz tilini o'rganib borish kerak ekan. O'zim uchun birinchi bilgan sababim shu bo'ldi.